2026 yilgi yangi Chevrolet Orlando bu zamonaviy oilaviy avtomobil bo'lib, u dizayn, qulaylik va texnologiyalar jihatidan katta yangiliklar bilan taqdim etilgan. Bu model asosan oilalar va sayohatni yoqtiradiganlar uchun mo'ljallangan, chunki u keng salon, yuqori darajadagi xavfsizlik tizimlari va energiya tejamkor dvigatel bilan ajralib turadi. Yangi Orlando tashqi ko'rinishida sportiv va zamonaviy chiziqlarga ega. Old panjara kengaytirilgan, LED faralar esa yanada aniqroq yoritish imkonini beradi. Orqa tomonda esa yangi dizayndagi chiroqlar va aerodinamik shakl avtomobilga jozibador ko'rinish beradi. Salon ichiga kirganingizda sizni katta sensorli ekran, zamonaviy multimedia tizimi va yumshoq materiallar bilan ishlangan salon kutib oladi. 3-qatordagi o'rindiqlar buklanadigan qilib ishlab chiqilgan, shuning uchun yuk joyi hajmi kerak bo'lganda sezilarli darajada oshadi. Barcha o'rindiqlar orqasida sportlar, konditsioner nazorati va qulay saqlash joylari mavjud. Texnik jihatdan 2026 Chevrolet Orlando 1.5 litrli turbo dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, u tejamkorlik va kuch orasida mukammal muvozanatni ta'minlaydi. Avtomatik 8 pog'onali uzatmalar qutisi bilan birgalikda ishlaydi. Ba'zi bozorlarda gibrid versiyasi ham taqdim etilishi kutilmoqda. Xavfsizlik sohasida esa Orlando ilg'or tizimlarga ega. Avtomatik tormozlash, yo'lni ushlab turish yordamchisi, to'qnashuvni oldini olish tizimi va 360 darajali kamera haydovchiga maksimal qulaylik yaratadi. Chevrolet Orlando 2026 modeli oilaviy hayot uchun ideal tanlov bo'lishi mumkin, chunki u nafaqat qulay, balki zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan. Uning narxi bozorlarga qarab farq qiladi, ammo u o'z sinfidagi eng maqbul variantlardan biri sifatida ko'rilmoqda. Bu avtomobil nafaqat ko'rkam, balki ishonchli va uzoq masofalarga sayohat uchun eng yaxshi hamroh bo'la oladi. 2026 yilgi Orlando bu oilaviy avtomobillar orasida yangi standart.